Mana do'stlar, xudo xolasa, Moskvaga mana yetib keldik akalarimiz bilan bitta kelganlardan biroz so'raymiz, qanday borib keldi. Ma'lumotlarni o'rganasizlar do'stlar. Mana kuzatishga davom etamiz-da. Birinchi mana Jigarga salom beramiz. Va alaykum assalom. Zo'rmisiz? Xudoga shukr, rahmat, o'zingiz. Qanday bo'ldi kelishlar? Xudoga shukr, tinch sog'-salomat yetib keldik. Hammasi yaxshi. A'lo darajada. Muammolar bo'lgani yo'qmi? Yo'q, umuman. Reysdan davolimisiz? Qarishda. Kuzatib turuvchilarga tavsiya qilasizmi? Qarishda tavsiya qilamiz. Sog'-salomat bilan tinchgina borib keldik, hech qanaqa muammo bo'lmadi. 2 sutka mana borib keldik, hammasi yaxshi, hammasi. Mana yana qishloqdoshlar ham nima bo'lishini so'raymiz. Ha. Mana akaga ham salom beramiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Rahmat. Qanday bo'lsiz aka? Xayrliksiz? Samarqand viloyati Urgut tumanidan. Qaysi qishloqdan? Qishlog'imiz Yangiolti. Jar qishlog'idan. Jar qishloq, ha. Jar qishloq. Qanday bo'ldi bu kelishlari qanday? 2 sutkaga keldimi, 3 sutkami? 2 sutka yetib keldi. Ha. Hammasi yaxshi. Hammalarni salomot keldi. Takibet qilishni so'raymi? Ha. Tavsiyalar bormi? Tavsiyalar Ha. Rahmat, mana bu yerga ham ikkitasi bor. Jigarlarga savol beramiz. Aka, assalomu alaykum. Zo'rmisiz? Qanday bo'ldi kelishlar? Ha, muammolar bo'lmadimi? Reysdan davolanmisiz? Ha, tavsiya qilasizmi ko'rib turuvchilarga? Tavsiya qilamiz. Ha. Rahmat aka, Alloh rozi bo'lsin. Mana bu yerga kuzatib turuvchilar bor. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Aka, qanday bo'ldi borib kelishlar? Bular endi mehmonlarni kutib turdingiz-da, bu yerga kutib. yaxshi borib keldi, tavsiya qilamiz. Ha, jarliklargachi? Hammaga salom. Mana do'stlar, eshityapsizlar, mana bu. Ko'rib turganlaringiz mana shular bizning jigarlar bo'ladi mana. Hammasi bizni tanish bilishlar, xudo xolasa. Reyslarga borib keldik. Kuzatishga davom etingizlar do'stlar. Reyslarimiz bo'lib turibdi. Aynan o'zimizning reysimizda biza bilan aloqa chiqsalaringiz, inshaalloh aytib o'tamiz qaysi chistolarga reyslarimiz bo'lishini. Atak reyslarimiz har kuni bor. Sheriklarimiz bilan birga. Kuzatishga davom etamiz do'stlar. Keyingi videoda ko'rishguncha.